ommaviy axborot vositalari jar solib yotibdi. Ukrainada undoq bo'lib ketdi, bog'chani portlatib yuborishdi, domga mina kelib tushdi, raketa kelib urdi, to'xtamay gapirishyapti. Hoy, insof ahllari, Suriyada millionlagan odam o'ldi. G'iring demadilaring. Afg'onistonda 20 yil qatlaom bo'ldi. Indaganlaring yo'q. Myanmarda odamlarni yoqishdi, tiriklayin. G'iqqingni chiqarganlaring yo'q. Iroqda 1,5 million musulmonni qirib yuborishdi. Birortang chiqib yozganing yo'q. Yevropaga aytayapman men. Ukraina nima kerak bo'lib qoldi sizlarga? U musulmonlar odam emasmidi? Xitoyda Uyg'urlarni nima qilishyapti? G'iring deyotganlaring yo'q. Zelenskiy Ukrainada turib Xitoyni qo'llab-quvvatlayman, terrorga qarshi kurash dedi degan shuni. Men Zelenskiyning tarafini olayotgan odamlarga aytayapman. Ko'zinglarni ochinglar.